O'yin haqida endi birinchi bo'lim katta ustunlik biz tomonda bo'ldi. Ikkitadan ko'p gol ursagan vaziyatlarimiz ko'p bo'ldi, ikkitadan ko'p gol uradi. Lekin o'sha birinchi bo'limni yutib olganimizdan keyin albatta ikkinchi bo'limda ko'proq himoyaga e'tibor berdik, qaratdik. Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u mani kamida har dam. Salomaligi bor, oqibatda oxiri tagida moddam. Xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yoqli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani o'zbegim, millatim, mani g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomon bu Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'limga doimani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga, ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, haling bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu. Lekin avlodi Temuriy nasllasa mana men bu fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbegim, bilaman qadringni. O'zbek